Ko'plab kasalliklarni erta aniqlash va ularni oldini olish mumkin. Buning uchun bolamizni yilda 2 marta profilaktik osmotrdan o'tib turamiz. Profilaktik osmotrda bolani umumiy holati o'rganiladi. O'sishi, rivojlanishi orqadami yo'qmi? Ichak tizimi yaxshi ishlab turibmi? Ichak muammolari bormi? Mikroflora o'rganiladi. Bundan keyin bolada vitamin tanqisligi, dirnoqlarning holati, dirnoqlar o'zi yemiriladimi? İçinde gijjalar bormi, yo'qmi o'rganilib, maxsus analizlar topshirilib, o'rganilgandan keyin sababi aniqlanadi. Sababi aniqlangandan keyin doktorlar tomonidan maxsus lecheniya yozilib beradi. Lecheniya ketma-ketlik bo'ladi. Ichakda muammo bo'lsa, ichak muammosi bilan ishlanadi. Undan keyin ikkinchi etapda esa o'sha so'rilishni yaxshilab, maxsus dorilar yoziladi, maxsus lecheniya qilinadi. Bu lecheniya 1 oylik bo'lmaydi. Ota-onalarni o'ylagan holda bizning klinikamiz tomonidan maxsus loyiha tuzildi. Bu loyihamizda sizlar umumiy check-up, полный check-up qilasiz va bu narx sizga skidka variantida beriladi. Bu imkoniyatdan foydalanib